Ha, mana. Muborak Ramazon oyi ham yakunlanib, Hayit bayramini nishonladik. Sizlarga bir narsani eslatmoqchiman. Ramazon faqat bir oylik ibodat emas, balki butun yil yetadigan tarbiyadir. Bu oyda qalbimiz yumshadi, gunohlardan tiyildik, sabr qilishni, shukr qilishni o'rgandik. Endi esa shu holatni saqlab qolish eng katta vazifamizdir. Unutmang, Alloh qilingan yaxshi amallarning davomiyligini yaxshi ko'radi. Shuning uchun ibodatni faqat bir oyga cheklab qo'ymaylik. Ramazonda qanday bo'lgan bo'lsak, shunday qolishga harakat qilaylik. Ramazon faqat yeb-ichishdan tiyilish oyi emas, balki Allohga yana yaqinlashish, qarindosh-urug'larni ziyorat qilish, muhtojlarga yordam berish va qalbni poklash oyidir. Alloh taolo bizni bu muborak oyda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat etsin va yana ko'plab Ramazonlarga sog'-salomat yetkazsin.